Qarang, meni fikrim ajrashing demayman, lekin baribir bu meni fikrim. Qaynotangiz hozir zug'um qilishayotgan ekan, shu ustida ham umuman tinmay ish qilaman deb, siz eringiz umuman ishi yo'q ekan, sizni tomon emas ekan, onasi tomon ekanda. Qarang, qiz bola erga tegayotganda, o'sha tegayotgan yigitga, o'sha meni turmush o'rtog'im kelajakda men shu inson bilan baxtli bo'laman, shirindan shakar farzandli bo'laman, men erimga ishonaman, masalanda, erim meni himoya qiladi, orqamda tog'dek bo'lib turadi deb ishonib erga tegadi-da o'sha yigitga, uni onasi uchun, yo otasi uchun, yo yana kimlardir uchun emas, o'sha yigitni sevgani uchun, ishongani uchun boradi-da. U yigit o'sha ayolni bitta ojizani himoya qila olmasa, orqasida tura olmasa, tog'dek bo'lib, burgutdek bo'lib himoya qila olmagandan keyin u uyda yashagandan yashamagan yaxshi. Bog'lab turadigan hech narsa